islom diniga da'vat qilish tarixdan buyon mushundaq qurbonliqlarni berish, bedellarni to'lash bilan ro'yobga chiqqan. Şunlaşqa bu yolda xizmat qilayotganlar har vaqt kafirlarning va din dushmanlarining suiqastlaridan qilchimi xoli bo'la olmaydilar. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Muborak Ramazon oyining eng oxirgi kunlarini o'tkazib Alloh taolaning bu muborak kunlarda chin ixlosimiz bilan qilayotgan duolarimizni, vatanimizdagi shu mazlum xalqimizning sirtiga chiqara olmayotgan izgu tilaklarini ijobat qilishini tilayman. Men bugun ömrünü öz xalqini isloh qilishga va islom diniga da'vat qilishga atagan. Shu sababli 28 yil ömrü sürgün va zindonlarda o'tgan, 1800 qatim sotlangan, hatto 19 qatim zaharlangan katta olim Said Nursining vafoti haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bu ustozimiz dal bugungi kunda, ya'ni Ramazonning 25-kunisida vafot bo'lgan. Said Nursining islomga da'vat qilish kurishi Turkiyada 1920 va 1930 yillarda taza avjiga chiqqan vaqtlar edi. Bu mezgilda Türkiye'de dinsizlashtirish harakatlari kuchayib, islom ideyasi turli besimlarga uchrayotgan mezgil. Said Nursi har tarafdan turli besimlarga uchragan bo'lsa-mu, u kishining bu da'vat kurishi islom dinini zamonaviy dunyo hayotida kuchga ega qilishni maqsad qilgan zo'r harakatlarning bir qismi edi. U davrda yuz bergan yangi masalalarga islomiy nuqtadan javob qaytarish, islom dinining asosiy prinsiplarining zamonaviy dunyo ehtiyojiga qilchimi zid emasligini ko'rsatishga uringan edi. U bu da'vatini qayerga surgun qilinsa shu yerning xalqiga, qaysi turmiga sulansa shu turmining mahbuslariga qiladi. Aslida uning ko'p surgun qilinishi shu surgun qilingan yerlarda islomiy tushunchalarni tarqatishga alohida fursatlarni yaratgan edi. Said Nursining shu vaqtdagi islomiy tushunchalarini o'ziga tahdid deb qaragan, islomiy uyg'onish harakatlaridan bearam bo'lganlar, uningga mayli surgun qilingan yerlarda bo'lsin, mayli u sulangan zindonlarda bo'lsin, har yerda turli suiqasdlarni qilishgan. Uning tunji zaharlanish voqeasi 1922-yili biz yashayotgan Istanbulda yuz bergan bo'lib, bu voqeada uning yemekligiga zahar salingan. Shu yili yana bir qatim İzmirda zaharlanish voqeasi yuz berib, bu qatim Biraylan Said Nursining hujurasiga chiqib, uning suyiga zaharlik dorini qo'shib qo'ygan. Mushu voqealardan keyin Said Nursi rahimahullohning badanida zaharlanish alomatlari ko'rilishga boshlaydi. Uningdan boshqa zaharlanish voqealari mushularga o'xshash. Ba'zida uning tomog'iga zahar salsa, yana ba'zida uning ichimliklariga zahar salib, jami 19 qatim zahar bilan o'ldirib o'tishga uringan. Bu islom dushmanlari Said Nursi rahimahullohni o'ldirishdan sirt uning ideya va qimmat qarashlarini o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo Said Nursi rahimahulloh bu tahdidlardan, bu suiqasdlardan qilchimi tavrinib qolmagan. Islomni da'vat qilishda mustahkam turgan. Shunda islom da'vati Said Nursi rahimahullohdan ilgirimo o'zini xatarga etish bilan boshlangan. Islom diniga kirish va bu dinga da'vat qilish, o'zini xatarga etish va qurbon berish degan qanoat bilan boshlangan. Bu dinning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'ziga kelgan bu ulug' dinni da'vat qilish yo'lida jinini atab qo'yganlarning eng oldinqisining qatoridandir. Payg'ambarimiz haq dinga da'vat qilish yo'lida o'zining arablar ichidagi barliq e'tiborini, martabasini, xotirjamligini va hamma birdek e'tirof qiladigan hurmatini, shundoqla dunyolikqa tava bo'lgan butun qimmatli narsalarini qurbon qilgan edi. Muhammad alayhisalomning sadoqatman sahobalari mushu yo'lni tanlab mangan. Islom tarixidan azroq xabar bo'lganlar Hazrati Bilalning bu ulug' dindan voz kechmaslik uchun tortgan azoblari va uchirgan qiyin qistoqlari, tunji islom shahidlari bo'lgan Hazrati Yosir bilan ayoli Hazrati Sumayyalarning qondoq vahshiy usullarda o'ldirilganligi, bu dinga da'vat qilish yo'lida qancha minglagan azimatlarning zolimlar tarafidan odam qalbidan chiqqan vahshiyliklar bilan o'ldirilganligi hech birimizga maxfiy emas. Endi bizning ahvolimiz qaraydigan bo'lsak, biz vatanimizdan ayrilib xotirjam va paravan yashaydigan davlatlarga keldik. Vatandagida Xitoyning besim ostida emas, erkin ozoda xohlaganimizni qila oladigan, xohlaganimizni o'qiy oladigan, hatto xohlagan fikrimizni hech to'solg'usiz qo'rqmay deya oladigan holatga keldik. Ammo vatandan chiqqan g'oya maqsadlarimizni va asli vazifalarimizni unutib qolgandek turamiz. Taraqqiy qilgan shaharlarda yashashning talablari ko'p bo'lishi, shundoqla yuqori saviya talab qilishimi hammamizga aniq. Chunki biz farishta emas. Bizmi yeb ichadigan, kiyim-kechak kiyadigan insonlar. Uy ijorasi, bolalarning o'qish rasxoti, kundalik turmush lozimatliklari bizni pul tepishga qistaydi. Bu bir reallik. Ammo bu ishlar bizni Allohning dinini da'vat qilishdan iborat. Yurtdan hijrat qilib chiqishimizning birdan bir turtkusi bo'lgan ulug'vor nishonimizni
unutib ketishimizga sabab bo'lmaslik kerak qarindoshlar. Bizning ko'pinchimiz faqir shuning ichida asli vazifamizni, nima uchun musofir bo'lganligimizni, ustimizdagi omonatni unutgan holda xuddi biz yashayotgan davlatdagi boshqa insonlarga o'xshash boy-boyashat, xotirjam yashash, ko'proq pul tepib boy bo'lish uchunla tirishayotgandek qilamiz. Dinimizga da'vat qilish, o'qiganlarimizni xalqqa yetkazish ishi bo'lsa, bizning bo'sh vaqtlarimizni to'ldiradigan, zirikkinimizni chiqaradigan bir oddiy ishqa yoki vaqtimizdan berilgan bir sadiqaga o'xshab qolyapti. Vatanimizning ahvoli hammamizga besh qo'ldek aniq. Diniy erkinligimiz cheklangan, farzandlarimiz otizm tarbiyasiga zo'rlangan, xitoylashtirish orqali milliy kimligimiz yo'qolish oldida turgan, xatar bizni har tarafdan qo'rshagan mushundaq bir vaziyatda bizning xuddi hech ish bo'lmagandekla beg'am kun o'tkazishimiz mencha to'limi insofsizlik qarindoshlar. Biz bu beparvoligimizga Xitoy rejimi tufayli vatanga qaytolmaganligimizni bahona qilishimiz mumkin. Bu bizning o'qigan ilmimizni boshqalarga yetkazishga, boshqalarga tarqitishga qilchilikni to'solg'i bo'la olmaydi. Bu nuqtani texim yuritish uchun bizga eng tunishliq bo'lgan bir misolni keltiray. Imom Buxoriy rahimahullohmu xuddi bizdek ilm tahsil qilish uchun vatanidan hijrat qilib chiqqan. 16 yil dunyoni aylanib yurib, olim bo'lgandan keyin o'z vataniga qaytmoqchi bo'lganida vatanidan mahrum qilib, yana musofirlik ko'chisiga taqdirdosh bo'lgan. Lekin uning vataniga bora olmaganligi payg'ambar alayhisolamning eng sahih hadislarini to'plab chiqib, islom dunyosi uchun to qiyomatgacha unutilmas ulug' xizmatni qilishga to'sqin bo'lganmi? Yo'q. Demakki, ustimizdagi ulug'vor vazifani ado qilmaslikqa vatanga bora olmaganligimiz qilchilikmi bahona bo'la olmaydi. Demak, islom diniga da'vat qilish tarixdan buyon mushundaq qurbonliklarni berish, badallarni to'lash bilan ro'yobga chiqqan. Shunglashqa bu yo'lda xizmat qilayotganlar har vaqt kofirlarning va din dushmanlarining suiqastlaridan qilchimi xoli bo'la olmaydi. Aziz qarindoshlarim, hammamiz beparvolik uyqusidan uyg'onaylik. Vatandan elib chiqqan g'oyalarimizni ro'yobga chiqarishda beparvo, beg'am bo'lmaylik. Alloh taolo har bir islohotchi va haqqa da'vat qiluvchi qarindoshlarimizni islom dushmanlarining sharridan saqlasin.